Faqat 1 kilo go'sht bo'lsa, uyga mehmon chaqirganda yoki uydagilar bilan jam bo'lgan deyishga alomat mas keladigan qo'y go'shtida qorda qilish usulini keldim. Qilish usulimi nihoyat oddiy bo'lib, bir qatimki o'zingiz chuqur o'rganaysiz, samsa o'rganish boshlaylik ketdik. Avval o'zimizning amaliy ahvoliga qarab tayyor qilib olgan qo'y go'shtining cho'ng kishiligini suratdagidek mana mushalat qilib to'g'rab olamiz. Orqadan yoqtirishimiz bo'yicha ko'katashdan tayyor qila olaylik. Mening tayyor qilganlarim bo'lsa, ko'k qizil laza, yangi sabza va qunoqni to'g'rab tayyor qilib oldim. Suratdagidek mana mushalat qilsak bo'ladi. Materiallarni tayyor qilib oldik. Qo'rish qo'tab ketaylik. Qozonga ma'lum miqdorda may qo'yib, ikki qo'shiq atrofida oqshika silib, to'xtamay qo'ysak mana shunday ko'pish paydo bo'ladi. Ondan to'g'rab tayyor qilib olgan go'shtni silib, bir nechini qo'rib, rang kirgizib olgandan keyin zanjibil, so'ng piyoz, bir qo'shiq tuz silib, davomli qo'rib, bir xil mezliga chiqqandan keyin bir qo'shiq lazjang va yangi sabzlarni silib, yana davomli aralashtirib qo'rib, navoda qo'rdoqning ta'mi texim yaxshi chiqsa bo'ldi deydigan tuqqanlarimiz mana ma'noda cho'ng ustamning qo'rdoq test qo'yib faqat 2 qo'shiq silib versak bo'ladi. Cho'ng ustamning cho'nglugi bor deb ta'mini qat'iy keltirilmagan tuqqanlar mushlar sinab qilinglar. Orqadan buning bir nechini qo'riyiblar, ustiga muvofiq miqdorda suv qo'yib, tuvoq nepib 25 minut atrofida qaynatgandan keyin to'g'rab tayyor qilib qo'ygan qunoq, ko'k qizil laza, so'ng piyoz va samsoqlarni silib, bir nechini aralashtirib o'tgandan keyin birdam qaynatib olib, ondan yubasay, tuz va 2 qo'shiq atrofida ochiq suv qo'yib, bir nechini aralashtirib o'tgandan keyin mana suratdagidek taxsining ostiga nonni chiroyli tizib olib, ustiga qozon bilan to'kiblar iste'mol qilsak bo'ladi. Maliyat qilgan vaqtda go'shtdan bagra neni nayt yeyish bo'ladi, tuqqanlar cho'qin bir sinab qilinglar. Oxirida yaqindan beri qo'llash bek azob qiladi do'stlar. Şuna azrimga haqsiz yurakdan birini besib, piyonlar rayoniga gullan ko'plab yo'llab qo'ysanglar, qo'llagan tuqqanlar ko'pdan ko'p rahmat.